Yo'llarda yo'l transport hodisalarining oldini olish va harakat ishtirokchilariga qulayliklar yaratish maqsadida yuk va yo'lovchi tashish transport vositalarining ham ahamiyati katta. Ushbu turdagi avtoulovlarning texnik holati va aholiga xizmat ko'rsatish samaradorligi doim nazoratda bo'lgan. Bugun ham Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari Termiz shahrida harakatlanayotgan yuk va yo'lovchi tashuvchi transport vositalarining texnik holatini ko'zdan kechirib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida profilaktik ishlar amalga oshirdi. Yo'lovchi tashish transport vositalarining texnik holatini o'rganish jarayonida yo'lovchilar uchun mo'ljallangan o'rindiqlar o'zboshimchalik bilan yechib olinganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, tegishli tartibda chora ko'riladi. Jumladan shahar ichi va tumanlararo harakatlanuvchi avtobuslardagi xavfsizlik choralari, yoritish va isitish tizimlari, balon shinalari ko'rikdan o'tkazildi. Aniqlangan bir qancha kamchiliklar yuzasidan haydovchilarga tushuntirish ishlari olib borildi. Ularning boshqaruvlarida bo'lgan transport vositalarining texnik holatiga alohida e'tibor qaratishlanadi. Kunlar isigan sayin gaz ballonlariga, shinalarga, gaz ballonlari o'z vaqtida sinovdan o'tkazib, shinalarni ko'rikdan o'tkazib turishlarini so'raymiz. Ushbu profilaktik tadbirlar viloyatning boshqa tumanlarida ham o'tkazilishi rejalashtirilgan.